Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan nevrozning yana bir ko'rinishi, ya'ni isterik nevroz haqida gaplashamiz. Qanaqa kasallik bu? Kimlarda ko'proq uchraydi? Albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu kasallik haqida ham to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Isterik nevroz. Eshitgandirsizlar, isterika qilyapti, ataylabdan qilyapti degan gaplar bor. Bunaqa bemorlarda nima bo'ladi? Isterika, ya'ni e'tibor talab qilish. Bu kasallik ko'pincha yosh kattalarda uchraydi. Ayniqsa pensiyaga chiqqan insonlarda, pensiyagacha yaxshi yuradi, ishlab, ovunib, o'qituvchi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yuradi, o'zini kerakli jamiyatda o'rni bor. Endi pensiyaga chiqdi, endi xuddiki o'zini keraksizdek his qiladi. Keraksizdek his qiladida, keyin miya nima qilishni boshlaydi? E'tibor talab qilish uchun o'zini kasalga solishni boshlaydi. O'zini kasalga solishni boshlaganda nima bo'ladi? Ko'pincha u ham og'riyapti, bu ham og'riyapti, yuragim tez uryapti, bir narsa bo'lib qolaman deb vahima qiladi. Vahima qilganda atrofdagilar "Voy, sizga nima bo'lyapti? Yuragingiz yaxshimi? Mana doktorga olib boramiz, unday qilamiz, bunday qilamiz" deganda u inson maza qiladi, chunki endi e'tibor his qilyapti. Endi unga e'tibor qaratilyapti, uning kayfiyati birdan ko'tariladi. O'zi bilmagan holda, o'zi xohlamaydi bu narsani, lekin miyasi shuni xohlaydi. Yoshlarda ham shunaqa, ko'pincha e'tibor yoshligida yetishmagan insonlar nevroz bo'lganda isterikaga tushib qoladi. Ya'ni o'zini kasalga solish, qanaqadir birovlar bo'ladi, tashavoradi o'zidan. Vahima qilib, "Voy, hozir davlam ko'tarilyapti, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti" deydi. Yoki ayrim shantaj insonlarda bo'ladi. Men o'zim ham ko'rganman, poliklinikada ishlaganimda bitta joyga olib borishganda, mana mahalla idorasiga bitta bemorni ko'rmasasi qolib bo'lmayapti dedi. Qarasam, davleniyasi 128, hamma ko'rsatkich joyida, rol o'ynayapti. Isterika qilyapti ya'ni. U nima uchun? Shu bir narsadan umidvor undirish uchun o'zini kasalga solyapti. U kasalga solgandan so'ng qolganlar "Voy, mayli, qo'y, mana shu ovoz o'chsin, shunga qilib beramiz" degan ma'noda unga yordam ko'rsatishni kutyapti. Men ko'rdim, hammasi joyida. Hammasi joyida, hech narsa bo'lmaydi deb chiqib ketdim. U meni yomon ko'rib qolgandi. Isterik bemor, ayniqsa yoshlarda bo'layotgan bo'lsa, isterik nevroz. Ular shunaqa bo'ladi. Masalan, o'zini tashlab yuboradigan bo'lsa, oldin joyiga u yoqqa bu yoqqa qaraydi, yaxshilab hisobini oladi. Og'irroq tushmaslik, tan jarohati olmaslikni yo'lini ko'radi. Haqiqiy misol uchun sudurga berayotgan odam joy tanlamaydi, birdan tashlab yuboradi. U ariqni ichiga tushib ketaveradi, boshqa narsa ham bo'laveradi. Bu ko'pincha qulay joyda topadi va isterik bemorga qanchalik yordam bergan sari, ko'ngliga qaragan sari battar o'zini kasalga soladi. "Voy, unaqa bo'lyapman, bunaqa bo'lyapman". Aksincha, unga hech narsa umuman qaramasangiz, hech kim e'tibor bermayotgandan so'ng yana o'ziga kelib qoladi. Qariyalarda ko'pincha bu e'tibor talab bo'lib qoladi. Uydagilarni bezor qilib yuboradi. "Voy, kasalman, u yog'im kasal, bu yog'im kasal". Unga e'tibor berib bansiya borsa yaxshi, uyga kelgandan so'ng yana eski hammom, eski tos bo'lib qoladi. Chunki hammasining tagida e'tibor. Qariyalarda ko'pincha bu o'lib qolish, yolg'iz qolishdan qo'rqish, keraksiz bo'lib qolishdan qo'rquv yotadi. Yoshlarda ko'pincha e'tibor xohlash bo'ladi. Shunchaki yoshlikda berilmagan e'tiborda kasal bo'lsa qarasa e'tibor bo'lyapti. Demak, kasal bo'lish kerak ekan degan miyani, programmani miya o'ziga singdirib oladi. Mana shunaqa ko'rinishda uchraydi. Yoshlarda davolash nisbatan oson. Chunki yoshlarni nima, ko'ngliga qaramasangiz, ularni yosh ko'taradi organizm va ular tushuna oladi. Yosh kattalarda qiyin. Mana bilasizlar, yotqizib davolayapman bemorlarni. Yosh katta shunaqa bir 2-3 ta bemor keldi. Uqtirish qiyin. Dori berasiz, "Yo'q, menda bir narsa bor" deydi. Bilmayapsiz, doktor tushunmayapsizmi? Bir narsa bor edi. Tekshirasiz, hamma joy yaxshi chiqadi. Hamma joy. E'tibor xohlaydi, e'tibor. Ko'pincha men buni kuzatyapman, klinikadan ketishiga qarab kuchayadi. Klinikaga kelganda yaxshi bo'lib qoladi, klinikadan ketishiga qarab kuchayib qoladi. Shuning uchun bundan buyog'iga 55 yoshdan yuqori insonlarni men klinikaga yotgan olmayman. Mayli kelsin, onlayn konsultatsiya qilib beraman yoki misol uchun mana jonli konsultatsiya qilib jo'natib yuboraman yoki onlayn kursga ham qatnashsa bo'ladi, lekin yotqizishga olmayman. Chunki bunaqa bemorlarni namorat ishlatish kerak. U insonlarga, masalan, yosh katta inson bo'lsa, bitta ermak topib berib va ishlatib, o'zi bilan o'zini ovora qilib qo'yish kerak. Shunaqa qilib davolamasa, shunchaki yotqizib davolab bo'lmaydi ularni. Chunki yosh katta inson uqmaydi baribir. O'zini bari kasal hisoblayveradi. Nimadir menda bor, tushunmayapti. Nimadir bor deb ongi, aqli yetib bormaydi shu narsaga. O'ziga aksincha sizda shunaqa narsa bor. Sizda ataylab bo'lyapsiz, tan olmaydi. "Yo'q" deydi. "Unaqa emas" deydi. Lekin aslida shunaqa bo'ladi. Sizlar ham oralaringizda bordir bunaqa bemor, hammani jo'natib ketadi, o'zini kasalga solib.
o'zi yolg'iz qoladigan bo'lsa, o'zi e'tiborsiz qoladigan bo'lsa, hamma to'yga ketib o'zi yolg'iz qoladigan bo'lsa, voy buni ham bir narsa bo'lyapti, voy unaqa bo'lib qolyapman, bunaqa bo'lyapman yoki o'zi aytgandek bo'lmasa bir narsa uni ko'nglidadek bo'lmadi. Misol uchun nimadir bayramga podarka yetmay qoldi, bir narsa bo'lib qoldi, birdan o'zini kasalga solib oladi. Chunki e'tibor, shu orqali e'tibor qozonishni xohlaydi. Lekin bu noto'g'ri yo'l. Yoshlarda tushuntirsa bo'ladi. Yoshlar tushunib yetadi. Lekin yosh kattalarga qiyin. Bo'ladi kamchilik. Misol uchun shu uchun men yosh kattalar olmaslikka qaror qildim. Undan ko'ra 10 kunlik kursga qatnashgan 1000 marta yaxshi. 10 kunlikda uyda yurib, uy sharoitida tushunib yetgani 1000 marta yaxshi. Bu yerga yoshlar kelib davolansa bo'ladi. 55 yoshgacha. Chunki 55 yoshgacha insonning miyasiga nimanidir uqtirsa bo'ladi. Shuning uchun kimdadir bemor bo'lyapti, o'zini kasalga solyapti, yosh katta, qari farqi yo'q. Qarayapsiz, hammasi joyida, o'zini kasalga solyapti. Bo'ldi, bilingki bu isterik nevroz. Bu insonning ko'ngliga qaramaslik kerak. Shunaqa isteriklar bor. Davolaganman. Sizni oxir ruhiy kasallik shifoxonasiga olib boramiz deb qo'rqitganman. Qo'rqitgandan so'ng ruhiy kasallik shifoxonasiga qo'rqmaslikdan, qo'rqib bormaslik uchun yaxshi bo'lib qolganlar ham ko'p. Ya'ni ko'ngliga qaramaslik kerak. Qanchaga ko'ngliga qaraganingiz sari shuncha beshbattar bo'ladi. Sizlar bilan doktor Ergashev bo'ldi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.